Top pasida kondensatorlarni almashtirib oldik. Bo'lning transferlar ko'p kuydirish sababi kondensatorlarni top pas bo'lishidandir. Bu ikkovi bu yerdan birgacha bo'lgan qo'shiladi, shu bilan ishlaydi. Tranzistorlar hammasidan bor, qaysidan kerak bo'lsa original. Bu yoqda qilib o'zi ishlab ko'rsatamiz sizlarga. Qani, endi tokka tiqib olamiz. Tak. Bismillah. Driver ishladi. Kimga transfer kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Ovoz chiqaradi, ishlasa uning bilan shunaqa muammo bo'lsa shu nomerlarga murojaat qilaveringlar.